Obunachilar videoni o'tkazmasdan, erinmasdan kuzatib turinglar-da. Bugun xudo xolisa narxi o'zgacha bo'ladimi? Qo'ydi qaranglar obunachilar. Toza udaridan keldi mana. Arasham degani mana shunaqa bo'ladi obunachilar mana. O garib bonus, oq yuz mana, quloq joylashuv hamma tomoni kelgan mana. Quloqlari ham 20 dan oshiq, 21 chiqadi xudo xolisa. O'lchamaganmiz mana. Ikazak obunachilar. Obunachilar qaranglar ikazak. Bolalari ham qo'chqorsa bolalari ham katta. Qo'chqor so'liq bolalari kelsa, bolalari ham quloqlari ham zo'r joylashib. Muhimi bolalari qo'chqor so'liq bolalari. Bolalarining ham quloqlari zo'r ekan. Birinchi bolasi xudo xolisa, yoshini ko'rsatamiz hozir. Mana obunachilar xudo xolisa 10 yil bolasini olasizlar. Mana yoshini ko'ring, mana yosh yaqin vaqtda olib keldi. Mana 4 endi chiqqan. Birinchi bolasi qo'chqor so'liq. Narxi ham arzon bo'ladi. Xudo dumbaraz qaranglar obunachilar qo'ydi. Mana quloq tashab turishini qarang, joylashuvi ham cho'tib ketadi mana. Dumbaraz ves hamma tomoni kelgan. Narxi ham arzon bo'ladi. Metrlab. Obunachilar mana yerdan balandlikni o'zlaring mana ko'rib olasizlar. Sal metrni beratumsiz mana o'zlaring ko'rib olasiz. Lekin quloqiga necha obunachilar lak bosish isdan chiqmasin. Shunaqa tozalaridan kelganda ulgurasizlar obunachilar. Mana orqa razrezlari ham cho'tki bolalarniki ham qaranglar. Obunachilar narxiga kelsak 19 million ozgina yerni qilib beramiz. Telefon qilib olasizlar. Mana niyat qilganlar bittadan like bosib qo'yinglar.